Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Qalbdan qalbga nomli programmamizning 26-sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Qadrli ko'ruvchilarimiz, bu muborak ulug' oy kelgandan buyon har kuni shu soatlarda huzuringizda bo'lib kelyapmiz. Xilma-xil temalarda to'xtaldik kuchimizning yetganicha. Rabbim inshaalloh bu so'zlangan vaz nasihatlardan tegishli nasibimizni ilib hayotimizga o'zgarish paydo qilib bu muborak oydan mag'firat qilingan shaklda chiqib ketishimizga va Ramazondan keyingi hayotimizni ham shu ruhiy kayfiyat shu tuyg'u bilan davomliq yana bir Ramazon kelguncha taqvodorlik ustida menib o'tishga muyassar qilsin deb tilaymiz. Bugungi temamiz tunugun e'lonimizda bergandek musibatlardagi hikmat degan mavzu asası to'xtalamiz. Albatta inson hayotida tug'ilib toki o'zining aqlini bilib ta bu amonatni jondan iborat bu amonatni Rabbimizga topshirib bo'lguncha xilma-xil musibatlar, xilma-xil kelishmasliklar bizning ko'zimizda albatta inson bo'lish bilan amaliyotda shu musibatlarning nurg'unlarininki amaliyotda biz uchun rahmat ekanligini inson bo'lish bilan bilinmay qolamiz. Bunundaki hikmetini bugün tushunish uchun o'ltiribdik. Bugungi programmamizning aziz mehmoni ham Alloh tunish bo'lgan hurmatli ustoz Sharq Turkiston ulamolar birligi rais vakili Mahmudjon Dam bilan taklif qildik. Qimmatli vaqtdan chiqarib qadam tashlab qilganlik uchun ko'p rahmat. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali tarqatilyapti. Ekranda chiqib turayotgan nomerlar orqali programmamizga aloqador fikr taklif berishinglarni, shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizni foydalanish uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Unda bo'lsa, kirib ketsak programmamizga. Deganimdek har xil shundaq musibat ichida kelib turadi inson hayotiga, hatto insonning putuga kirgan bir tikanmi, uning uchun bir mu'min uchun bid'a desak bir xayrlik ekanligini hadislarda so'zlaydi. Shu boshda insonga yetgan shu musibatlarningki hikmati nima deb kirsak. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve ta'alaga şeksiz hamdü sana ayetimiz. Allah subhanahu ve ta'ala her halda dünyadaki nurgun Müslümanlarını bu Ramazan'ı tutuşku nasip kıldı. Vatanimizdeki halkımızdaki bu Ramazan'ı kandak ötküzgenligi hemmimizge biraz ma'lum. Allah subhanahu ve taala şu halkımızda mı bundak Ramazanlarını kutluk, hatırcem, erkillik, azatlık astarı ötküzüşke Allah nasip etsin. Amin. Ahirki küllerde turvatımız Allah subhanahu ve taala günahlarımızı affu kılıp cennetin urun ağan, devzaktin yirah boğan müminlerin katarından kıysun. Amin. Bu sınak digellik bu insanın ki dünyada her kandak insan meyli Müslüman olsun, meyli kafir olsun, bütün insanlar məlum sınaqlar bilen, məlum cepa, kıyınçılıklar bilen yaşaydı. Hayatını şundak ötküzür. Çünkü bu dünya bu şundak cepa, kıyınçılık, her xil musibetinin dünyası. Allah Kur'an-ı Kerim'de لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدٍ biz insanlarını cepa muşakkat içinde yarattık dedi. Nurgun insanlar mesela mümkün bir insan iktisadı var, balısı yok. Ya ki yani birisinin balları var, iktisadı yok. Birisi şunda hatırcam, lekin kisel. Birisi şunda ensirep yaşaydı, lekin onun yani bir tarafı var. Demek ki hem bir insan, mesela bugün dünyada nurgun insanlar yapıllıklar, mesela ya ki Avrupalıklar en bəxtlik insanlar. Dep oylaşı mümkün. Aşınap oylaydı nurgun insanlar. Lekin yapın yüzünü öldürüverişte dünyadaki en baştaki devletler katardı. Hoş. Yani halkın içinde yüzünü öldürüp aldığın ahval yapındı mı? Şunda terakki kılgan bir yerde en aldığın katar turduğun devletlerden biri. Bu nimenin sebebi değilse insan yani bu hayatın tuluk razı bulup
her taraftan mükemmel yaşaydıgan hayat emas bu. Bu Hoş. sınak dünyası. Bu yani şuna adette alimlerimiz deydi bu. Dünya emel ve sınak dünyası. Ahiret jo dese bu mükafat dünyası. Ya yaxşılık bilen o mükafat ya ki yamanlık bilen. Ya ki yani cennet bilen ya ki çok devzak bilen. Şunun için her kandak bir insan, bulup bizdeki insanlar bu musibet xapalıkninki hikmetlerini hakik tunğa vakitte andın madinde çoğu müstehkem turduğan, köreş meydanında müstehkem turduğan irade idiye bu hikmetin tunuştun andın kilip çıkıdı. Hoş. Birinci olabilir mesela misal alsak maşinini hemimiz bölümüz meniş için yasalgan neyse. Yani kişiler özünün yolunu asan tiz vakitte mansun dep yasalgan. Lekin her kandak maşinininki turumuzu var hem. Turumuz bulmasa bu maşini çoğu insanını halak kılıdı. Yolda iki tepetip turumuz buzuldu, insan halak olurdu çoğum. Kapılıkka uçuraydı. Bu turumuz asli meniş desek, turumuz bununki ziddin kıldığan nesemdi, eksini. Hoş. Toxtırgan nese. Nime üçün dese sağlam meniş üçün, kapılık uçurmaslık üçün, yolda her xil hadislerin çıkmaslığı üçün turumuz bekitilgen hem. Xuddi şunundek müminge nispeten müço dese, insana nispeten müço dese, hayatıda bu kelgen musibet kapılıkla hayatını doğrulaş üçün, Hoş. hatalıktın üzünü kutkuzuş üçün, doğru yolga kiriş üçün ço, xuddi bu turumuzun rolunu oynaydı. Şunun üçün biz Kur'an-ı Kerim'e qaraydigan bolsak, bu hikmetini, sırrını bayan kılıp, bunun en birincisi musibetinin hikmetini nima dese, Allah'ın bu alemnin fervaydigarı ikelligini bölüş, özünün bendi ikelliginden ibaret bu hakikatini bölüş degen alimlerimiz. Bunu nimege tayinip degen dese, çünkü nurgun insanlar özünün havai hevesiga ibadet kılıdı. Yani havai hevesiga ergişip mağdı. Hoş. O normal halette vay men Allah'ın bendisi yaxşı Müslüman deyişi mümkün. Lekin xapılık gelgen vakit şu dese, özünü unutudu, ilahini unutudu. Şu çağda insanın hakiki müminligi ya ki ergeçme, yani cemiyet Müslüman boğaçık Müslüman boğallıkı şu yerde çıkıdı. Hoş. Şunun için Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ فَاِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ وَاِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. İnsanların qatının xuddi ünkürünün qırda turup Allah'a ibadet kılıvatqandek munda adam var. Jıkıldığan yani insan jıkılıp düşürgen bir meyli ünkür olsun, meyli tağının olsun. Qırda turup ibadet kıldığan adam var. Bu adamliga eğer yaxşılık yetse, her qanda vaqt yani hayat xatircem bolsa, turmuş xatircem bolsa, küllürü obdan bolsa, şunda bu adam yaxşı Müslüman, yaxşı, ko'nglim xatircem, obda yaşaydı. Eğer bunun bir xapılık yetip qalsa şu, Derhal yüz öyleydi. sınak duch kep qalsa şu dese, inqalaba ala. Derhal bu vazgeçiyor. Yani özünün dininden vazgeçiyor. Özünün hayatının vazgeçiyor. Derhal ço özgürüp gidiyor degen. Demek bu ca imanның misali bu. Saxta iman. Saxta imanninki misali nima desa, xatirjam vaqtda yaxshi musulmon bu adam. Xapılık kelgan vaqt ço derhal yüze kafirlik bilan billah, munofiqlik bilan billah. Şunun en birinci hikmet nima desa, haqiqiy Allohga bo'lgan bandichilik nima bilan isbotlanadi ekan desa, bunda musibet kelgan vaqt. Xapılık kelgan vaqt isbotlandi. İkincisi, bu sınak müminge nispeten zımında üstünlükki erişiş üçün terbiyeleş rolunu oynaydı.
Müminni qalbining yo'li nima desa, mushundaq xuddi tümin tavlagan sır çıngandek. Allah'ın insanını terbiye kılıştaki yolları mı amdı? Yolu. İnsan terbiyeleştiki yol nima desa, mushundaq sınaq. Bu sınaqlar haqiqiy yaramlıq insanlarni, şu fitne degan so'zning arab tilidagi lug'at ma'nosi nima desa, asli lug'at ma'nosi fitne degan so'zningki. Heliqi topuning arasından chiqqan oltinni ko'ydirib, sap oltin bilan ahil tuxlat, uning aralashib olgan, chaplashib qolgan ahil tuxlatni ayirishning o'zini arab tilida nima deydi desa, fitne deb ataydi. Altını saplaştırış için köydügendek Allah hakiki müminni tallap çıkış için mi çoğu? Ancak sınaklarını, her xil musibetlerini buna berip koydu. Şuna İmam-ı Şafii rahimahullah insan sınak duç gelmeyi durup üstünlük ilk bulalamdı o. Gılbı kılalamdı o. Dep soralsa İmam-ı Şafii. Bu sınak duç geliş peygamberlerin mertebesi bu. Sınak uçraş, bala musibetki kapılık uçraşının özü peygamberlerin mertebesi. Bu mertebege yani bunda sınak uçurmayı turup, sınak duç gelmeyi turup üstünlük galbi bulmaydı o. Kaçani ki sınak duç gelse, bunu sabır kılalısa, onun dinkin andın çoğu üstünlük andın ba degen. Üçüncüsü müminge nispeten bu sınaqның özü bunun günahlarını efu kılışta alahide katrolu var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ma yazarul bela'u bil mu'min vel mu'mine fi nefsihi ve veledihi hatta yalqallaha ve ma aleyhi min hati'a. Mümin mümin ayalga bu musibet kapılıkla kilip durdu. Özünün balası kilidi, özü kilidi, ailesi kilidi. Bunun sabır kıldı bu mümin. Hatta dünyadan ketiş çok kat'i hatalığı yok. Efu kılınan haleti çok. Dünyadan ketidi dep görsetken. Şunun için ondan başka mı yani nurgun hikmetleri var. Bunun katarından mesela dercinin üstün buluşu, ecirgi erişiş. Muşunun hemmisi şu dese şu sınak olan buludu. Ma yusibul mu'mine min şevketin fema fevqaha illa rafa'aha Allahu biha derece. Müminge hatta yoldaki tutuğu bir tiken kirketken bolsa bu tikennin bedelige Allah subhanahu ve taala bunun derecesini üstün kıldı diyen. Şunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı qaraydigan bolsak hayatı bu sınakla bilen çoğu tuşap ketken. Hatta mesela bu Taif'e çıkan misalını versek 100 kilometrede kildan yer şu yagi menip çıkan menip çıkıp yerde tayak yegen qoğlangan şundak jıq hapılıqlağı çoğu duç kelgen. Şundak hapılık duç kelgen turup tağının periştilleri Resulullah'ın yanına düşüp ya Resulallah eğer ruhsat kıysla bu Mekkeliklerini muşu Taif müşrikini tağını gömtem kömtürüklap bunu yuqtimez diye vakitte Peygamberimiz yaktı bunu oğluma. Belki bulanın evlatlardan yaxşı adamlar çıkıdı. La ilahe illallah Muhammed Resulullah deydiği evladların çıkıp kala. Dep bu yerde peygamberlik derecesinin ne kadar yok ikenligini çoğu muş vakalik bilen aşkar oldu. Eğer bundak bir vakalik Peygamberimiz uçurmagan bolsa, sınak uçurmagan bolsa, mümkün biz bilemeydik. Peygamberlik derecesinin ne kadar yok ekenligini bilemeydik. İnsanlar bunda ahval mümkün mü? Mümkün emez. Mesela malum bir insan, malum bir şahsın ayda kapılık uçurdu. Mesela musibet uçurdu. Zulüm kılındı. Andın bunun kılıngan zulümne kaytırıp berdiğen uğan bolsa neçes urpirdiğen bir küçük igi oldu mesela. İgi olgan vakitte menimce boptu deydiğen adam bek az çıkdı.
Ma bilmey kaptı deydiğen adam bek az çıkıdı insanların kaderi. Normal insanların kaderi. Köpünç insan çoğu intikam asam. Birini oğanın oğanuğa beşini usam. Dep yaşayır. Çünkü Peygamberimiz çoğu dese şundak azar kıysa, şunda urup tıllısa, putlarını kantıvetse, şu çağdımı çoğu dese yak. Allah bulanın evladının yakşıdan çıkar dep peygamberlik derecesinden ne kadar uluk ekenligini bizi çoğu bu vaka arkalık bayan etmegen. Hoş. Köp rahmet. Hem de musibetlerinin türleri kayslar diyen kesek. Musibetlerin türleri tabi halde Kur'an-ı Kerim'de mesela ayette nimede bayan kıldı dediyse وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Biz silahını korkuncu bilen. Birincisi. İkincisi açlık bilen. Üçüncüsü kemballık bilen. Dördüncüsü sizinki ziraatlarınızın mol husulunun azlışı bilen. Bu şeylerin hemmesi bilen biz silahını sınayız dedim. Demek bu müşahedeki korkuş digeninin içine hemmesi kirdimdi. Hoş. Dünyada insan duç kildiğen korkuşunun hemmesi muşunun içine kirdi. Vel enfusun ba, onu hazır unuttuk. Vel enfus degeni bir adı üleş. Hoş hoş. Yani ölümden ibaret bu sınakımı duç kiliş. En yaxşı kögeler ona hep ketidi. En yakşı görgen bazı insan yüzünün balısından ayrıldı, atanısından ayrıldı. Hatta yüze her xil musibet kapılık uçuraydı. Mal dünyasının bizden halkımız hazır muşunun hemmesi uçurduk biz. Hoş hoş. Muşunun hemmesi uçurduk. Yani korkuncu değilse uba, ensireş. Uruk tukallardan vatandakiler elbette şayet elde turup mu uruk tukallarımızın ensireyimiz hazır. Hoş. Bulavlen alakılışamadık. Nurgun iktisattan ayrıldık. Nurgun yakınlarımız cennetten ayrıldı. Nurgun xapırıqta biz hazır. Biz muşu ayette bayan kılıngan aş musibetinin türlerinin hemmesi geçiyor. Uçurduk. Diysek bunu demde. Hoş. Şundak bir vaziyette. Muş ayetin ahirisi nimdeydi desen? اَلَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Muş yukarı muş kapılıklar duç kese bu müminler nimdeydi o dese اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ deydi o. Ne bulanın sübutunu bayan kıldı. Kattiyelik bulada vay iset. Ben mani kılmağım olsam anda olmaz mı te? Hazır nurgun adam ne var mesela? Çet elde durup mu davadın Irak, siyasi hareketin Irak, yüzünün cennine bekip gitiyatkan nurgun adam nemde başına kıldı dese ben çünkü bu yola girip kalsam vatandaki ballarımı kapılık hitam etiki. Ya ki uruk tukallarımı kapılık hitam etiki. Ya oğlam, onun şahsi bir şahsi bulup süptülen, onun balısı ya atanısı ya uruk tukkune başka neçe milyon halıktan artık dekemde. Hoş. İş aslı bu emez. Yani Arap'nın bizildin ba qarikala, serikala yelgen günde keyin onog'im kelgan vaqtda men shu kun asl tugab dikanman deb shunday deb turdi. Shuning uchun bizning vatanimizda nurg'un odamlar masalan muxaffaliq kelib qoladi deb dindan jiroq yashab boqqanlar, diniy odamlardan jiroqlar, haqiqiy ziyolilardan jiroq yashaganlar, masalan maziyali bilan birga bo'lib qolsa xafalık keldi deb. Masalan. Xo'sh. Lekin keyin shu hamma odam keldi xafalık. Shu Xitoyga o'xshash yashagan odamga shuning xizmatini qilib, shuning chapinini ko'tarib, shuning siyosatini ijro qilib yashaganligi xafalık kelmidi degan taqdirda qolgan hech qanday ish aralashmay yashagan nurg'un odamga bu xafalık keldi. Qaysi bir shaklda o'zi keldi. Unda bo'lgandan keyin bu yerda inson
bu xapılık bilen özünün alaqı haq meydanından vaz keçiş yoki to'g'ri yo'lda mangmaslik yoki özünün haqqını talab qilishdan vaz keçiş bularning hammasi shu desa bu ne kadar hata bir tushuncha, hata bir ideya. Xo'sh. Nima uchun desa, inson haliqi urush qatnashganga o'lib ketmaydi. Uyda jim yotganga ömrü uzrab qolmaydi. Ömrü uzrab qolmaydi. Chuqum Allah bekitgan bir vaqt, bir o'lcham bor. Shu chaqda shu xapiliq keladi. Ya'ni o'lim keladi. Shuning uchun har qanday inson shu desa, eng birinchi ulab bir xapiliq kelsa, Ömer radhiyallohu anhu'ningki so'ziga deyman, inson bu xapiliq bu insonning dini bilan bo'lmasa, alhamdulillah deyish lozim. Eng cho'ng musibat insonning dinida kelgan. Dinida kelgan musibat. Hozir masalan nurg'un odamlar men bunda xapiliqda ota-onamdan ayrıldım, yoki bolalarimdan ayrıldım, ya iqtisoddan ayrıldım deb kelayotgan musibatni dindan ko'rdi. Ha, kelgan musibatni dindan ko'rdi. Halbuki shu vatanda qolgan shu xalqimiz ya shu urug' tuqqan ota-onalarimiz onun musibet texim egir aslida. Ularni sen mush dindan chiqsan, sen bizga o'xshash bo'lasan. Amaliyotda mushuni devatqanlar hozir ashu sizlarda degan fikrni o'tirib qo'yayotganlar eng cho'ng musibatga mubtalo bo'lganlar bular aslida. Shu eng chunki dindan yiroqlashaydi degandimi o'ta musibatlar dunyoda. İnsonga nisbatan bundan zo'r musibat yo'q. Men bular degim keldi mening. Bular bizning asl tariximizni o'qimaganlar. Chunki bizning tariximizda biz musulmon bo'lishdan burun 1000 yildan jiq vaqt Xitoy bilan nech qatim bo'lgan urush bor. Nech qatim shu chaqda bizning vatanda basolaqlab, biz qo'g'laqlab mushunda. Mush shaklda tariximizda islomdan ilgirmi nech qatim Xitoy basolgan bo'lsa-mında. O'rta Osiyo zaminida bizning zaminlarimizni. Şu çaq neç qatim qo'g'lab chiqargan, yana kelgan, yana basolgan, mushu vaqalik mayli Sharq Turkiston tarixida olsun, mayli Turg'un Almasning kitoblarida olsun, shunda tafsili bor. Bizning musulmon bo'lganligimiz uchun basolgan yoki musulmon bo'lganligimiz uchun bu xapiliq qishon duch kelgan bir ish yo'q bu yerda. Bu yerda zimin talashish, tajovuz qilish masalasi bor. Tajovuz qilib basolgan, burun mashina basolgan, keyin musulmonlar kuchlanib 751 yil bir qatim qo'g'lagan 1000 yilda kelinmagan Xitoy. Xo'sh. Undan keyin chu yana keldi. Xitoyning bizni besib olishi, bizningki dinimizning sababidan emas. Tabiiy holda bu din bo'lgan qarshi urush qilyapti. Nima uchun? Mush din bizning osmonasiya bo'lishimizni birdan-bir to'sab turayotgan omil mush bo'lg'achqa, shu buning bilan urushyapti. Asli masalasi oningki zimin masalasi, tajovuz qilish masalasi, aşağıdaki yaxshilikdan, mal dunyodan men foydalansam, mavla men bo'ysunib, men o'xshash yassa deb bo'layotgan masala. Shuning uchun mu'minga nisbatan shu desa, eng birinchi xapiliq dinda fitnaga uchirishi. Ay vatanimizda xalqimiz turmuş kirish orqali Xitoy bularga besim qilish orqali dinda fitnaga uchirdi. Dinda musibat uchirdi. Allah subhanahu va taolo ularni iymon bilan saqlab qolsin. Ya'ni bular avlodlarimizga kelayotgan xapiliq texmi hassa yuqramdi. Avlodlarimizning kichigidan tortib ota-onasidan ayirib Xitoy bularni Xitoy madaniyati, Xitoy tili, Xitoy kulturi bilan tarbiyalayotgan ahvol bizga kelgan musibatning shu eng eg'irabdi. Xo'sh. Buni har qanday bir inson tunish lozim. Hamda mishali Allah bendelerini azaplashdan behajat degan bir so'z var yani. Bizning gunohlarimiz bo'lishi mumkin. Yuqorida Allohning insonlarni bilan tarbiya qilishdagi yo'llaridan birisi gunohkor bandasini o'zining yo'liga uni ashunda har xil elchilarni avatib o'zining yo'liga to'g'ri yo'lga mang'uz o'lish uchun kildiganligi musibatlarni yuqorida azroq so'zladilar. Musibatning o'zi masalan cho'ng kichik har xil bo'lish bilan insonga bir azob keltiradigan bir narsa.
Muş Allah bendelerini azaplaştın bihacettir diyen sözle yukarıdaki sözüne kandı aşkısını bağlayınız. Biyadır ki Allah subhanahu wa ta'ala tabi halda bendelerini azaplaşka hoşta emas. Qat'i bendelerini azaplaşka amrak emas. Lekin birden bir qutquz yo'li şu bo'lib qolsa u bandini ba'zi shu ashundan qutqizadi. Bu şu bendining yasug'uchisi bo'lgan Alloh eng yaxshi bildi. Allah eng yaxshi bildigan bo'lg'achqa shu Qur'oni Karimda deydi desa va lanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. To'g'ri yo'l qaytish uchun. To'g'ri yo'l qaytish uchun mush dunyoda insonlarga qiyomatning azobi kelishdan burun dunyoda har xil musibatlar bilan, har xil azob bilan biz jazolaymiz. Ular tavba qilish uchun deydi. Bu xuddi halqa bir doktorninki bir balasi var desek mesela. Ya ki yasılının her qanday balasini pasak. Hemimizin balası var mesela. Hatta doktorning balası var deyli. Doktor uzun yılda tug'ilgan bir bala. Bal tug'ildi, xursand bo'ldi. Undan keyin ma'lum vaqtdan keyin qarshi tekshirsa o balninki ishida bir o'sma chiqdi. Elib o'tmasi bo'lmaydigan. Yoki mening balam Xudoyim saqlasin, qaysi bir musulmonning qarindishimizning balasining ishidan ayda o'sma chiqdi. Bu chaqda nimaga majbur endi doktor? Cho'qim bu balni masqilab, ash qo'saqni yerab, mingo'sa hatto mevaning chuvib, operatsiya qilib, shu o'smani elishga ehtiyojliqmi yo'qmi? Albatta ehtiyojliq. Chunki shu balni qutqizishning yo'li shu operatsiya qilish. Operatsiya qilib qutqazmasi bo'lmaydi endi. Demak, mushunda qilishqa, ashuna operatsiya qilishqa xushlarmidi doktor? Uning amrahmati yoki ma'lum bir ota-ona o'zining balasining ayna operatsiya qilib qilishiga xushlarmidi? Albatta xushlar emas. Qat'iy yoqtirmaydi uni. Qat'iy yoqtirmaydi. Lekin shu balning hayotini qutqizib qolish uchun shu balning sog'lom cho'ng qilish uchun desa bu o'smini eliyotishga to'g'ri keldi. Shuning uchun hatto doktor o'zining balasi bo'lsa-mu buni qiladi. Kesidi. Buni kesib elish lozim. Ko'rinishda azobda ko'ringan bilan amaliyotda uning manfaati uchun. Uning manfaati uchun. Xuddi shuningdek bu insonga duch kelgan ma'lum ashunda xapliqlarmi, sinoqlarmi insonni to'g'ri yo'lga yetaklash uchun o'zining ne kadar aciz band ekanligini tuntish uchun keladi. Shu Qur'oni Karimda masalan "Walau basatallohu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard." deydi. Agar Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalariga rizqini hisobsiz bersa, nayt keng qilsa, bular zaminda chekidan oshdi, haddidan oshdi. Bu rizq deganlik yalg'iz yanjoqlik pul emas. İnsanın sağlamlığı bir rizq, xotirjamligi bir rizq. Kuch quvvatining bo'lishi bir rizq Alloh ato qilgan. Mal dunyoning bo'lishi bir rizq. Demak, mush narsalarning hammasi insonda mukammal bo'lsa, bundaq inson chekidan oshdi dedi. Haddidan oshdi bu odam dedi. Shu Alloh subhanahu va taolo ma'lum yo'llar bilan, bayni kambag'allik bilan, sog'lomni ba'zi kasallar bilan, masalan, her xil yo'l bilan shu insonni sinaydi. Bu xuddi haliq doktorninki o'zining balasini o'smini elitish uchun operatsiya qilgandeklar bir davolash uslubi. Davolash uslubi. Shuning uchun bu masala qartacho desa, inson musibat dindi bo'lmasa, qolgan musibatlarga chidishi ve o'zininki ne kadar aciz band ekanligini tunishi shundan musibat kelgan vaqtda bu eng muhim nuqtadir. To'g'ri. Shu Umar radhiyallohu anhudan naql qilingan bir so'z bor ekan. Agar aytna bir musibat kelsa 3 qatim alhamdulillah deydi deb. Chunki dinimda musibatga uchrab qolmabman. Dinimda tavrinib qolmabman, dinimda shay qilib qolmabman. Boshqa narsaning hammasi odatga ishlar debchi. Dunyoviy ish bo'lsa buningdan cho'ngroq kelmabdi. Xo'sh. Hem de şu demek musibat Allah'tan kelgen şu mektup diyen hem de. Qana üçün diyen barlıq insanlar xilma musibatlar kelgan. Bu mu
şu bendege Allah tarafından kelgen bir mektup bulup mu da şu yoldan çıkan, azgan, doğru yolda mamağallaga kilovatkan musibetler dünyada beriştin burun, Allah'ın Allah ketiştin burun ki üzerine bilip al, agah bol, üzerine oğuşu al digendek bir mektup dep karam bakamdı. Bu anda alimlerimiz adette musibetini iki türlü bölgen. Birincisi bir Müslümana musibet geldi, hapılık geldi. Hoş. Bu Müslüman buna sabır kıldı, buna çididi. Çidisa bu musibetin rol nime odiyse bu bendinin derecesini üstten kılış. Hiç kanda günah kılmagan bolsa mı kilidi? Hiç kanda günah kılmagan bolsa mı kilidi? Derecesini yukarı götürdü. Derecesini yukarı kılış için. Derecesini yukarı kılış için. Çünkü Peygamberimiz ma yusibul muslim min wasabin ve la nasabin de başka isim var. Hoş hoş. Her kanda gam kaygı, her kanda hapılık yetse bunun mükafatını Hoş. derecesini yukarı kılış buludu dep körsetken. Onda boğandan keyin bu birincisi bu andi. Yani birincisi bir Müslümanga musibet kilidi, bu Müslüman bunun sabır kılıdı, hiç kanda benim yoktu. Bunun derecesini yukarı kılış için. İkincisi hatalaşqanlarga. Ayette deyilgendek ve la nuziqannahum min al-azabil adna dun al-azabil akbar la'allahum yarji'un. Hoş hoş. Hatalaşqanlarga to'g'ri yo'lda ketib o'tib hatalaşqanlarga keladi. Hatalaşqanlarga kelishdicha bo'lning tavba qilib olish uchun. To'g'ri qaytish uchun xato yo'ldagi odamlarga mucho musibat xafalık keladi. Üçüncüsü andın kafir üçün keladi o xafalık musibet. Bu nima dese şu kafirin cezalaşındı. Ma dünyada. Hoş. Ahiret buluştun burun. Muş dünyada mı? Allah özünün kudretini çekidin aşka vakti kafirler bunu köstüp cezalaş üçün kafirlarga musibet keldi. Şu bu dünyadaki musibet kege vakitte köpün çarette umum keldi. Hemmeden geço ortak kepkitidir. Şunun için musibet bilen muamel kılışta fakat bu şahsının imanıga, şahsının doğru sağlam düşüncesiga bağlı. Bir insana nispeten bu bir derecesini kötürüş için alayda verilgen mükafat buluşu, yana birisiga nispeten hata yoldan qaytışqa bir signal buluşu, üçüncüsüge nispeten ço mağa bir azap kepti dep düşünüşü lazım. Hoş. Hemmeden muhimi müminge nispeten, Müslümana nispeten ço dese zaten kandak bir musibet bu Müslümanı Allah'a yakınlaştırışqa sebep buldu iken bunu çoğu hakik tunup qaysi şekilde ben Allah'ın razılığı erişereymen diyen yol demek lazım. Hele bir Müslümana baraka geldiği Allah'ın o bendinin yaman köy geldiği dinlemez. Hoş. Yaman köy geldiği dinlemez. Belki şu an Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki zamanısı yüz bergen bir vakalik var. Bir adam ya Resulallah meninki muşunda bay oluşumga dua qilib qo'ysizlar degan. Dua qilib qo'ysizlar degan vaqtda voy mushum yaxshi bo'lsang nisbatan desa yo'q men bir bay bo'lib yashag'im bate. Desa Peygamberimiz dua qilgan. Dua qilib bu adam bay bo'lgandan keyin zakat yig'ishga adama verse o adam caiz zakat vermegen. Vermegenden keyin ha degan Peygamberimiz keyin andın Resulullah ülüp ketkendan keyin o zakatni ekerse bunu Ebu Bekir Ömer qabul qilmagan zakatini. Demek şu bendege nisbeten asli qaysi eng to'g'ri edi, aslahdi shu bandaning manfaati uchun desa, ash kambag'al holatda yashashi. Hoş. Shu to'g'ri edi. Lekin bu odam buningga rozi bo'lmay boyvog'isi keldi, lekin keyin boy bo'libcho, eg'ir manda xatolashdi. Payg'ambarimiz uning zakatini qabul qilmaydigan darajaga bordi. Joyida bir narsani bermay. Yana 3 odamning vaqaligim bor masalan. Hoş. Akkisilva, saran, küz kömeydiğen bu 3 adamның vaqaligidir bu. Bu asıl normal adamlıydı. Lekin Allah buran sınap hemmisi kesellerden saqaydı,
boy bo'ldi. Agar shu kasallarga sabr qilib o'lib ketgan bo'lsa, ular jannatda aslida. Lekin Alloh bularni sinab boy bo'ldi. Birsi faqat g'alaba qila oldi. Ko'zi ko'r, qolgan ikkisi shu g'alaba qilolmadi, sinoqdan o'tolmadi. Shuning bilan Allohning g'azabiga uchirdi. Shuning uchun musulmon o'ziga kelgan xafalikqa nisbatan shu qat'iy bearam bo'lmasligi, temkin bo'lishi. Bu xafalik, bu musibat chuqum o'zining yo'lida taxim mustahkam turishga, irodasi taxim kuchli bo'lishga, kurash maydonida taximo mustahkam turishga yetakchi bo'lsa, haydakchi bo'lsa, bu mana shu insonga nisbatan ajoyib muhim foyda yetkazadigan bir nuqta. Xo'sh. Rahmatim oxirida shu aqidamizdagi inson musulmonning aqidasidagi eng xatarlik bir ish. Shu qilgan ishlarimizni shu Allohning taqdiri mush deb taqdirga döngab qo'ydigan masala yoki shunday o'ylashi yoki döngab qo'yishi. Bu haqda biraz oshqon bo'lsa qanday? Bu hamda Allah subhanahu va taolaninki irodasini tushunmaganlik yoki tushungan taqdirdimi buni xato qo'llanish, xato iste'mol qilish. Buning dalqi bir voqelikni bayon qildi olimlarimiz. Umar roziyallohu anhu zamonida bir bola aroq ichib, "Mani qamchilanglar" desa, Alloh taqdir qilibdi ekan, shuni ichib sog'ante desa, buning jazosini ikki kessa. Ya'ni birisi aroq ichganligiga, yana birisi Allohga yolg'onni tug'gan bo'lg'achqa, tuhmat qilgan bo'lg'achqa Alloh subhanahu va taologa ikki kessa uringlar deb buyurgan. Bu yerda Allohning eng buyuk qudratining biri var. U bo'lsa-mu bizningki hayotimizning qandoq bo'lganligi, bizning ishlarimizning qandoq bo'lganligini Alloh bizga bildirmadi. Bizningki ömrimizni bildirmadi. Rizqimizning qandoq bo'lganligini bildirmadi. Hayotimizningki qandoq oyoqlashirganligini mu shu ham bildirmadi. Baxtli yashamdik, baxtsiz yashamdik buni bildirmadi. Hech qaysini biz bilmaymiz. Bizning masalan qaysimizningki Uyg'ur bo'lib tug'ilish bizning qo'limizdagi tanlashishmi? Ya mening falan shahadini ya pustani yadin bo'lishim men tanlaydigan ishmi, men tanlagan ishmi? Bunday ish emas. Bizning Uyg'ur bo'lishimiz, shu Sharq Turkiston degan yer tug'ilishimiz, ya Qashqar, Xotan, Urumchi tug'ilishlar hammasi bir insonga nisbatan o'zi tanlagan ish emas. Bu bizning qo'limizning sirtidagi ishlar. Qo'limizning sirtidagi ish. Ammo boshqa ishda biz ixtiyorligiga. Biz inson agar bu ixtiyorlik bo'lmasa, bu hisobning nima ahamiyati? Jannat dovzaxning nima ahamiyati? Agar Alloh ayda putib etgan bo'lsa, xo'sh, hamma ishimizni bizda ixtiyorlik bo'lmasa, bu jannat dovzaxning nima ahamiyati? Sinoqning nima ahamiyati? Qur'oni Karim nima deydi desa, "Va hadaynahun najdayn." Biz ikkili yo'lni, to'g'ri xato yo'lni ko'rsatib qo'ydik. Alloh subhanahu va taolo 3 xil maxluq yaratdi. Malaika, inson, jin, hayvon. 3 xil maxluqninki hali xilma-xilin, o'xshamaydi birisi-birisiga. Xo'sh. Malaikalarni mukallaf qilib yaratdi, ya'ni mas'uliyati bor. U mas'uliyat nima desa, Allohga ibodat qilish. Ularga Allohga asi bo'lgan qudrat yo'q endi. La ya'sunalloha ma amarahum va yaf'aluna ma yu'marun. Qatti ular Allohga asi bo'lay deb bo'lmaydi. Allohga ibodat qilish uchun ham yaratdi. İnson bilan jinni yaratdi. Bu inson bilan jinda Allohga tunib ibodat qila oladigan ham ibodat qilmaydigan ixtiyorlikni berib yaratdi. Bu ixtiyorlik bor. Agar bu bo'lmasa, jannat dovzaxning hisobning hech qanday narsaning cho ahmiyat qilmagan bo'ladi. Ondan hayvonlarni yaratdi. Bu hayvondan mas'uliyat yo'q. O mukallaf emas bir ishqa. O'ldi, tugidi. Uning qiyomat kuni cho mas'uliyati yo'q. Men shunda odamlarga deyman masalan. Ayda voy hamma ish taqdirimizdan. Bizning bugungi kunga
qilishimiz taqdirimiz, bu işimiz taqdirimiz, bu işimiz taqdirimiz deb beparvo yuradigan odam. Siz bir odatdagi bir ishda taqdirimiz deb muomala qilib yashamaysiz. Masalan, bir inson yo'ldan o'tib Allah'ın taqdiri kelgan bo'lsa, men o'lime mashinasi qap, bo'lmas o'lmayman deb o'ng tarafiga, sol tarafiga qaramay juguriblam o'tamdi, yoki ikki tarafiga qarab mashina kelyapti, yo'qmi, yo'l bekami, yo'qmi deb o'tamdi. Aqlli insonlar. Xo'sh. Albatta har qanday aqlli inson bir odatdagi 10 metrlik yo'ldan o'tishda ikki tarafiga qarab o'tib o'tadi. Mehmetimi taqdirim demaydi. Allah taqdir qilgan bo'lsa, o'limi mashinasi qap, bo'lmas o'lmayman deb juguriblam o'tmaydi hech kishim. Balki ikki tarafiga qarab mashina kelyapti, yo'qmi deb andi o'tadi. Masalan, her qanday adam dehqon olsun, ticaretçisi olsun, hammasi nurg'un adam ticaret qildi shunam hayotda. Nurg'un adam dehqonchilik qildi. Nurg'un adam o'qiydi, men yaxshi xizmatchi bo'lib turmushimni yaxshi o'tkazaman deb. Hech kishim uyda o'tirib, Allah taqdir qilgan bo'lsa men yeyman, bo'lmas yemayman deb ticaretçi do'kon ochmay uyda o'tirmaydi. Xo'sh. O'quvchi o'qimay uyda uxlab o'tirib, men maktab bitirib diplom olaman, Allah taqdir qilgan bo'lsa diplomni ola olaman deb bunda o'tirmaydi. Xo'sh. Dehqon yatirmay o'tirmaydi. Hammadan o'zining dunyolik ishida shunda tirishidanda. Dünyada g'alaba qilish uchun, kasbida g'alaba qilish uchun, tijoratida g'alaba qilish uchun, o'qishida g'alaba qilish uchun tirishidi. Bu ishlarda hech kim Allohning taqdiri mavi ekan deb o'ltirib olmaydi. Azab endi bu gunoh ma'siyat kelganda, xato ish kelgan vaqtda o'ziningki fosiqligi, arg'ichishi yo qalaymqan ish qilishi Alloh menga taqdir qilib ekan, qanday qilaman-da. Bu yani quruq ba'nodan boshqa narsa emas. Eğer bu haqiqiy Allah menga taqdir qilib ekan deb gunohni qila olgan odam, Allah menga taqdir qilgan bo'lsa, o'lime ma'adni o'zimni tashlasam, bo'lmas o'lmayman deb 10-qavatni o'zini yagibi etib baqsin. Yoki taz cho'ng yo'ldan jugurib o'tib baqsin, ikki tarafga qaramay. Mashina so'qsimi o'lmayman men Allah taqdir qilmagan bo'lsa, taqdir qilgan bo'lsa, nada bo'lsam o'laman deb. Bu kichikkinam dunyolik manfaatidan qat'iy Allohning taqdiri nima bo'lsa shuni ko'raman demaydi. Uning sababini qiladi. Xo'sh. Bari ko'rim deb xotnaradi masalan. Yani nurg'un ishda sabab qiladi inson. Xo'sh. Nima o'zining qilgan gunohsidan, o'zining xatolashgan ishlarida Allohning taqdiri mushu deydi. Desa bu faqat o'zining qilgan ishini aqlash, o'zining xato yo'lini aqlash uchun bunu taqdirga atib qo'yib qilishadi. Asli bu kuchi olsa Umar roziyallohu anhuning siyosatini qo'llanish lozim bunda odamga. Yani Allah'a sen yalgan to'qiding sen. Nereden bildin sen? Xo'sh. O daftarni Allah ko'rsatib qo'ydi bunga. Sen manda aroq ichsa, ya manda xato ish qilsan deb yozgan daftarni ko'rsatib qo'ymadi ya hech kimga. Hech qaysimiz bilmaymiz. Allah'ın qadası yani bekitken Allah'ın bilişi bütün insanların nimalarni qilib ahir Allah'a cennet teslim qiluvchi. Bütün işlerini bilişi o insandan ixtiyorlikdan iborat narsani elib olmaydi. Elib olmaydi. İnsan o'zi ixtiyor qilib, tanlab turib qildi va shuningga ko'ra hisob berdi. Shuningga ko'ra hisob berdi. Agar unda bo'lmasa bu dunyoning yaratilishining hech qanday ahamiyati yo'q yani. Hamma ish malaikildek olgan bo'lsak, masalan biz o chaqda bu hisob buning nimasi ayrim. To'g'ri. Bu cennet davzaqning gapini qilishning hojati yo'q. Agar malaikildek olsak, bizda ixtiyorlik bo'lg'achqa. Ixtiyorlik bo'lg'achqa undan keyincha hisob bor. Yani bir insonni masalan mushunda turmining ichiga sulab qo'ydi deylar. Turmining ichiga sulab net ishiklarini net qulub bilan itib, undan keyin sirtda bir adam masalan aşı turmuq so'langan adamning qo'shnisi o'lib qoldi deylar. Masalan biz o'ltirib etdi deylar. Turmining ichida turgan odamni biz tuhmat qilamdi, mush aş turmining ichidagi falon odam o'ltirib etgan bo'lish mumkin demdi demamdi. Albatta demaydi.
Nima uchun demaydi o desa, onun turmunun içinde o adamın o turmadan çıkıp cinayetini sadır kılışka imkaniyeti yok onun. Hareketleniş imkaniyeti yok. Nima uchun so'roqni qo'yganligi uchun. Cho'qim bir jinoyat sodir bo'lgan bo'lsa, shu sirti yurgan erkin, shu jinoyatni sodir qilish ehtimolligi va shu jinoyatni sodir qilishga kuch-quvvati bor odamlar tuhmat qilindi. Yoki shular gumondor. Shular gumondor. Hozir masalan Safakiyda bir jinoyat bo'ldi deylar. O'g'irlik bisining uyiga o'g'ri kirdi. Yevropa tug'an bir odamdan gumonlanmoq masalan aşağıda durup qilgan bo'lishi mumkin. Nima inson deyman, albatta demaydi uni. Aqlga uyg'un emas ham bunday gapni qilishning o'zi. Bunday gapni qilishning o'zi aqlga uyg'un emas. Cho'qim shu Safakiyda bor shu rayondagi bir odam qilgan ish ham bu. Ashni qila oladigan ixtiyorligi bor bir odam. O Yevropa bijat tug'an odamninki uni qilish ixtiyorim qilay debmi qilolmaydi-da uni uyat turib. Yani imkaniyetim yok hem de. Bunda bo'lgandan keyin inson cho'qim o'zining kamchilikleri, xatoliklarini bu taqdirga atib qo'yib qilishning o'zi bu taqdirni qat'iy tushunmaganligi, taqdirni o'zining xatoliklari uchun suiiste'mol qilishdan boshqa narsa emas. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Bir şey tugatsak rahmat. Nəhayət yaxşı içib verildi. Qadrli ko'rmalarimiz, shuna qilib 26. sanımızmı bir şeyde ahırlaşkan buldu. En ahırki 4 gün kaldı. Rabbim inşallah barlık elbette her birimiz oylayımız. His qilimiz yürükümüzden. İnsanın dünyada hiçbir halıqqa berilip bakmagan, hiçbir halıqның beşiği kelmegen şu zulümlarning üstüden ötüvatımız, her birimiz yürükümüzden his qılıvatımız. Bugünkidek bir taraqqiyat davrida ne urug' tuqqunimiz, ne ata-onamiz shularning bir ovozini assalomu alaykum deb anglashqichaqliq narsaga erishamagan shaklda yashayotimiz tasvirligisiz azob albatta har bir o'zini inson chog'laydiganlar uchun. Ammo har birisining nurg'un yuqorida so'zlab o'tildi. Nima uchun ekanligi biz hem bunun şükür qilish bilan birga biz ilgirki darslarimizni so'zladik. Sabır degan herkes bununla sallamla deb o'ltirish, bo'ysunish emas ekanligi, balki shu holatimizni o'zgartirish uchun bütün kuchimiz bilan harakat qilishning islom talab qilgan sabr, islom talab qilgan ish ekanligini dedik. Bu holatimizni o'zgartirish uchun biz harakat qilamiz, biz tirishimiz, biz tilaymiz Rabbimizdan va bu holatlar cho'qim o'zgargusi ve dünya dinimizdeki işler olsun, dünyadaki gündelik durmuşumuzda her xil işler olsun, hemmisinin ana şunda biz tasavvur qilib bulanmaydigan hikmet egisi bo'lgan bir Rabbimizning ki biz bilinmaydigan nurg'un hikmetler uchun o'rinlashtirilgan ekanligini bu iymon bilan yashagan vaqtimizda bak tushkunlashmaymiz, ko'nglimiz yerim bo'lmaydi. Hammasiga Alloh bir xayrlikni menga bunun keynida ato qildi deb o'zimizni tasalli topqizimiz, ham iymonimiz kuchayib maqdigan gap. Rabbimiz bulağı nisip kılsın deb tilaydi. İnşallah ata o'xshash saatda başka bir temada görüşkice aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.